Assalomu alaykum, hörmətlik anlıqçılar. Yuqorida men İki Şərq Türkistan Cumhuriyeti haqida xulosalar degan maqolani o'qib birman. Avtori Nabijan Tursun, tarix fanlari doktori. 1933 yili 12 1944 yili 12 noyabrdan iborat o'xshash bir kunda Uyg'ur xalqi ikki qatim o'z mustaqilligini jakarlab, 20 asrdagi o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurgan edi. Ana shu kundan e'tiboran 12 noyabr Uyg'ur xalqining tarixidagi unutilmas sahifa bo'lib qoldi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda 1931 yili Uyg'ur xalqining 20 asrdagi keng ko'lamlik milliy ozodlik qo'zg'olonining tunji o'qlari Qumul tog'larida etildi. G'o'janiyoz hojim boshchiligidagi bu qo'zg'olon Sharq Turkistonning hamma joylariga kuchli ta'sir ko'rsatish bilan xalqning ozodlikqa, mustaqillikqa bo'lgan ishonchisini oshirdi. Natijada Xotan xalqi Muhammad Emin Bug'roning rahbarligida 1933 yili 2 oyning 13 kuni qo'zg'olon ko'tarib, shu yili 4 oyning 11 kuni Xotan hukumatini qurdi. 1932 yili 1933 yili Turpan, Kucha, Aqsu, Qashqar qatorliq joylardami qo'zg'olon ko'tarilib, bu joylardagi Jinshurun g'albisari kengayib, hukmronligi og'dirib tashlanib, hokimiyat qo'zg'olonchilar qo'liga o'tdi. G'ujina Zojim va Mahmud Muhitlar boshlig'idagi Qumul Turplan qo'zg'olonchilarimi Tag'ir-Tag'irning janub taraflariga kengaydi. Mana mushundaq sharoitdan foydalanib, Sharq Turkiston istiqlol jumhuriyati barpo qilish uchun Sobit tomondan bir qism qo'shinni boshlab Xotandan Qashqarga kelib, Qashqarda Sharq Turkiston istiqlol jamiyatini qurib, jiddiy tayyorliklardan keyin 1933 yili 12 noyabr kuni Qashqar shahrida Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilganligini jakarladi. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati Uyg'urlarning jumhuriyatchilik ideya tarixidagi tunji milliy jumhuriyat, shuningdek bu sohadagi tunji tajribasi. Mazkur mustaqillik hokimiyat o'z asos qonuni, davlat programmasi, davlat bayrog'i, davlat girbi qatorliq davlatchilik simvollariga, shuningdek yana 16 ministrlikka ega Xo'janiyoz hojim prezidentlik, Sobit tomonlam bosh ministerlik vazifasiga tayinlandi. Mazkur jumhuriyat garchi ilgari keyin aralla 3 oy mavjud bo'lib turalgan bo'lsa-mu, lekin u o'zining qisqagina mavjud tarixida bir qator ishlarni qildi va texmi ko'p planlarni amalga oshirishga tirishdi. Ammo mazkur yosh hokimiyat tashqi siyosiy jihatga Sovet ittifoqining aralashishi, ichki jihatda Majoyin tarafdorlari bo'lgan Tungan qurolli kuchlarining bevosita harbiy hujumi, shundaqla murakkab ichki nizolar sababidan ag'dirib etildi. Birinchi Cumhuriyetning ag'darilishidagi ichki va tashqi ikki omil ichida hal qilg'uch omil yanada inqilob rahbarlarining samanliklari asosli rol o'ynadi. Bularning birinchidan ichki jihatda birlik bo'lmasligi va o'zaro bir-biriga bo'ysunmasligi, ichki nizo terish. Ikkinchidan kuchni birlashtirib yangi shaharni qisqa vaqtda ozod qila olmaslik. Uchinchidan birlik kelgan harbiy qo'mondonlik va muntazamlashgan qo'shin va harbiy ta'lim-tarbiya ko'rgan komandir va askarlar sistemasi bo'lmaslik. To'rtinchi, millat tarkibining murakkabligi va malvozlik, yurtvozlik xohishlarining kuchli bo'lishi. Beshinchi, umumyuzlik nodonlik, eng muhimi birlik, ittifoqlik, bir rahbari, bir radiolog rahbarlik ostida ish ilib borolmaslikdir. Tashqi omilni ko'rsatganda shuni ta'kidlash zarurki, Sovet ittifoqi hukumati o'zining Osiyo va O'rta Osiyodagi manfaatlari va bexatarligini chiqish qilib, bo'libmi Yaponiya, Angliya, Germaniya va Turkiya qatorliq davlatlar bilan o'zining Markaziy Osiyo va Yiroq Sharqdagi raqobatlarini nazarga ilib, Uyg'ur va boshqa xalqlarning Sharq Turkistondagi milliy ozodlik inqilobini qo'llamaslik, ya'ni mustaqillik harakatlarini qo'llamaslikni qaror qilib, 1933-yili 7-oyning 31-kuni maxfiy qaror qabul qildi. Ana shu qaror bo'yicha 1934-yili 1-oyda zo'r qo'shin kirgizib, Majoyinning Tungan kuchlarini tarmar qilib, uni janubga qo'g'lab, uning Sharq Turkiston Jumhuriyatiga hujum qilib, yo'qotishiga asos yaratib berdi. Sovet ittifoqi mustaqillik harakatini qo'llamay, uning aksicha o'lkaga Xitoy militaristi Shin Seni tiklab turg'izib, Xo'janiyoz hoji boshliq Uyg'ur rahbarlarini uning bilan hamkorlashtirish planini ishga oshirdi. Sovet ittifoqining ezilgan millatlarning ozodligiga yordam berish shuarlari va Sovet ittifoqi vakillari ham Shin Seyning va'dalariga ishongan Xo'janiyoz hojim boshliq bir qism arboblar Urumchiga kelib, Shin Sey boshchiligidagi o'lkalik hukumatga qatnashdi. Bu amaliyotda Uyg'ur siyosiy tarixidagi tunji birlashma hukumat bo'lib, Xo'janiyoz hojim o'lkaga muavin rais bo'lib, boshqa bir qism qo'zg'olon rahbarlari bir qancha nazorat, idora, viloyat va noiyalarning rahbarlik vazifalariga erishdi va boshqaruv sistemasiga qatnashdi.
hech qachon Uyg'urlarni hokimiyatni idora qilishga qatnashtirish va yoki muhim rahbariy huquqlarni taqsim qilib berishni o'ylab boqmagan Xitoy hukmronlari o'z tarixida tunji qitim G'ojiniyoz hojimga o'lkaning muavin raislik yuqori huquqini berishidi. Biroq bu uzunga bormadi. 1937 yildan keyin Uyg'ur xalq ittifoqining yo'lishidagi Shinsey mustabid hokimiyatining qaytadan qonliq bostirishiga uchradi. G'ojiniyoz hojim qatorliq Shinsey bilan hamkorlashgan Uyg'ur va boshqa qarindosh millatlarning vakillari Shinsey vakillaridagi ministrlarning va'dasiga vafo qilmay, qaytadan bostirishga uchrab, natijada Uyg'ur va boshqa qarindosh xalqlar ikkinchi qatim keng ko'lamli milliy ozodlik kurash maydoniga o'zini otdi. Gerçi 1933 yildagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qisqa umr surgan bo'lsa-mu, lekin uning ro'yi va an'anasi shundaqla ayoltuzlik bayrog'i 1944 yilning 12 noyabriga miros bo'lib qolgan edi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda 1944 yili 8 oyda Nilqa atrofidagi Ulasday tog'larida Fatih, G'ani, Akbar, Raqib, Seyid, Nurum, Osman va Hamid qatorliq boturlarning boshlamchiligida qo'zg'olon portlab, milliy ozodlik inqilobi ili tog'larida kengayishga yuzlandi. Go'mindang hukumati tarafidan olti o'g'ri deb atalgan Uyg'ur, Qozoq va Tatardan tarkib topgan mazkur qurolli partisan qo'mondonlarining nomi tezdan butun ili vodisi hatto boshqa joylarga tarqalib, ularning qo'shini borgan sari kengib, 7 oktyabr kuni Nilqa bozori ular tarafidan ozod qilindi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti hökumətinin baş katibi bolğan Həmdə Azadlıq Təşkilatının əzalarından biri mərhum Abdurrahim Məxsum İbrahimov 2001 yılı 17 aprelda ziyaretimizni qabul qılğanda Azadlıq Təşkilatı və Cumhuriyetinin quruluş məsələləri haqqında sözləb bergan idi. Onun bayanlarına tayanğanda Nilqı partizanları ciddi hərəkət qılıbatqan 1944 yıl 4 ayda G'o'lji şəhərində qurulğan Azadlıq Təşkilatı məxfi turda G'o'lji qo'zg'oloniga tayyorlik qilyotdi. Nilqa azad qilingandan keyin G'ani Batur, Fatih Batur qatorliqlar boshchiligidagi Nil qo'zg'olonchilarini asos qilgan holda Azodlik tashkiloti va G'o'lji xalqi 7 noyabr kuni qo'zg'olon boshlagandan tortib 12 noyabr kunigacha G'o'lji shahridagi Harambog', Langshan qatorliq joylarda butun shaharni ozod qildi. 1944 yili 12 noyabr kuni Alixon To'ra boshchiligidagi Azodlik tashkiloti Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz klubida yig'in ochib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumatining qurganligini e'lon qildi. Hamda Sharq Turkiston Cumhuriyetining ayoltuzlik yeşil bayrog'ini osdi. Birinchi kundagi qurilish yig'inida Sharq Turkiston Cumhuriyet hukumat a'zolari bekitib chiqildi. Sharq Turkiston Cumhuriyet hukumatiga Alixon To'ra rais, Hokimbek G'o'ja muavin rais, Abdurrahim Maxsum bosh kotib bo'lgandan so'ng 16 kishi hukumat a'zoligiga saylanib, jiddiy holda har qaysi ministrliklarni ta'sis qilish xizmati boshlandi. Arqadilla Səhiyyə, Maarif, Dehqonchilik, O'rmonchilik, Diniy ishlar, ichki ishlar, boj, savdo va chorvachilik ministrliklari qurilib, uning mas'ullari vazifaga tayinlandi. Shuningdan tartib Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining rahbarligida ili xalqi umumyuzlik qo'zg'alib, tezdan ilini to'liq ozod qilib, 1945 yil 8 aprelda Sharq Turkiston milliy armiyasini qurdi. Uyg'urlarni asosiy yadro qilib, har millat o'g'lonlaridan tuzilgan zamonaviy muntazam jangovar milliy armiya 6-oydan boshlab 3 yo'nalish bo'yicha hujum o'tib, Tarbag'tay va Altay viloyatlarini hamda Aqsu, Yarkan, Qashqar viloyatlarining bir qismini ozod qildi. Qisqasi, ilgari keyin milliy armiya va shimoliy va janubdagi joylardan urush jang qilib, odam soni 40 mingdan oshib, inqilob butun Sharq Turkistonning 9 viloyat doirasiga har xil darajada yeyildi. 30 dan ortiq noya minglagan yezlar ozod bo'ldi. Milliy armiya Xitoy Kuomintang armiyasining 80 ming kuchlik qo'shinini iskanjaga oldi va 40 mingdan ortiq qo'shinni tarmar qilib, 26 minggacha bo'lgan har xil qurol yaroq, zo'r sondagi o'q-dori g'animat oldi. Xitoy qo'shinlari faqat Urumchi, Qashqar, Yakan, Xotan, Aqsu qatorli shaharlarga markazlashib qoldigan vaziyat shakllanib, 1945-yilning 10-oyiga kelganda butun Sharq Turkiston to'liq ozod bo'lish vaziyati shakllandi. Ammo bu vaqtda dunyo vaziyati, xalqaro munosabatlarda zo'r o'zgarish yuz berib, bu inqilob mana shu dunyoviy vaziyat o'zgarish va yangi xalqaro munosabatlar tarkibiga kirib ketdi va yo'nalishida jiddiy o'zgarish yuz berdi. 1945-yil 10-oydan boshlab Sharq Turkiston Cumhuriyetini harbiy va siyosiy jihatdan qo'llab ham yordam berib kelgan Sovet ittifoqining besimi ostida milliy armiyaning hujumini to'xtatishga majbur bo'ldi. Moskvaning ko'rsatmasi va besimi ostida Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati Xitoy
Gomindang Mərkəzi Hökumət oturusida tinchlik söhbəti başlanıb, 8 ayga sozulgan söhbət nəticəsində birləşmə hökumət qurulub, Şərqi Türkistan tərəfindən Əhmədcan Qasimi birləşmə hökumətə muavin rəis boldu. Aralıqda 1 ilga yaqin vaqt Xitay Mərkəzi Hökumət bilan qo'zg'olonchilar tuzgan tinchlik kelishimining ro'yi bo'yicha qurilgan birləşmə hökumət mavjud bo'lib, siyosiy kurash avjiga olgan bo'lsa-mu, lekin oxirida mazkur hukumat buzilib, Ahmadjon Qosim boshchiligidagi Cumhuriyet birləşmə hökumət qatnashgan vakillar G'uljaga qaytib ketdi. Shuningdek, yana Manas daryosi Ürümçi hökuməti bilan İli hökumətinin çevrəsi sübutida qaytadan oldingi safga aylanib, ikki taraf qo'shinlari jiddiy urush holatiga kirib, bir-biri bilan tirkashdi. 1946-yili Ahmadjon Qosimi inqilob rahbarlari o'rniga chiqqandan tortib, taki 1949-yilning oxirigacha bo'lgan aralıqda sobiq Sharq Turkiston hukumati yana mustaqil hokimiyat sifatida o'zining burunqi mavjudligini saqlab, Ürümchidagi Xitoy hukumati bilan harbiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa jihatlarda tirkishib turish vaziyatini davomlashtirdi. Xitoy Gomindang hukumatining bitimidan foydalanib, İli, Tarbag'atay va Altaydan iborat 3 viloyatni besib olib, iqtisodiy jihatdan nobud qilish planlarini vayron qildi. Qosimi rahbarligidagi Milliy ozodlik inqilobi bu jarayonda iqtisodiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rif va boshqa o'zini taraqqiy qildirish kuchayish bosqichlarini boshdan kechirib, Xitoy Gomindang hukmronligidagi 7 viloyatdan ustun turmush saviyasi va iqtisodiy ma'rif afzalligiga yaratib, Uyg'urlarning zamonaviy davlatchilik ideyasi va asosini turg'izdi. Shuningdek, Uyg'urlarning o'z-o'zini idora qilgandimi, yuqori saviyada idora qilish hamda o'z oldiga hokimiyatni har jihatdan gullantirish iqtidoriga ega ekanligini namoyon qilib, Uyg'urlarning davlatchilik roli, iqtidorini kamsituvchilarga unumli javob berdi. Biroq 1949-yili dunyo vaziyati, sovuq munosabatlar urushi va Xitoydagi umumiy vaziyatning o'zgarishi tufaylidan Stalin hukumati bilan Xitoy kommunistlari bilan oshkora hamkorlashib, Xitoy kommunist hokimiyatini yulab va yordam berib, kommunistik Xitoy sotsializm lagerining muhim a'zosi sifatida Sovet İttifaqının Amerika G'arb davlatlari bilan bo'lgan ko'rish tayanch kuch qilib foydalanish strategiyasini tanladi. Natijada Stalin hukumati Sharq Turkiston masalasini Xitoyning ichki ishi tariqasida bartaraf qilishga rozi bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilish tezdan jakarlashini ko'rsatish, buning uchun İli hukumati va Ürümchi hukumatining Xitoy kommunist hokimiyatiga bo'ysunishni qo'lga keltirish uchun harakat qildi. Moskva Xitoy kommunistlarining vakili Deng Lingchunni G'uljaga berib, İli vakillari bilan so'zlashi, shuningdek uning maxfiy turda Ürümchiga berib, Burhan Shahidi va Tavsiyu qatorliq Gomindangning harbiy siyosiy rahbarlarining kommunistlarga taslim bo'lishini qo'lga keltirishga sharoit yaratdi, zich moslashdi. Xitoy va sobiq Sovet ittifoqi hukumatlarining rasmiy hujjatlari bo'yicha olganda, Ahmadjon Qosimi, Isoqbek Mononov qatorliq rahbariy shaxslar 1949-yili 27 avgust kuni Beijingda ochilgan Xitoy davlat qurilishi siyosiy kengash yig'iniga qatnashish safarida aeroplan hodisi bilan Sovet ittifoqi territoriyasida qazo topdi. Biroq keyingi yana bir qism hujjatlarda oshkorlanishicha, bu aeroplan hodisi 25 avgust yuz bergan bo'lib, sababi aniq emas, lekin bu haqda izlangan rus tarixchilari va boshqa ayni vaqtda Sharq Turkiston hukumatida muhim rahbariy vazifalarni atqizgan kishilarning qarashlari hamda Sovet ittifoqining ayni vaqtdagi G'uljaga avatgan maxfiy xodimlarining Olmaotadagi Uyg'ur faoliyatchilariga so'zlab bergan uchurlarga tayinganda, Ahmadjon Qosim qatorliq sobiq Sharq Turkiston Cumhuriyetining harbiy siyosiy rahbarlari Sharq Turkistonning kelgusi siyosiy taqdiri masalasida Sovet ittifoqi bilan o'tkazgan suhbat jarayonida o'z fikrida ching turib, Moskvaning taklifini rad qilganligi sababidan Sovet ittifoqi bexatarlik doiralari tarafidan suiqasd qilingan bo'lishi mumkin. Shuningdan keyin 1949-yil 10-oyda Xitoy ozodlik armiyasi Ürümchiga kirdi va İli hukumatining Sayfiddin Aziz boshliq qoldiq rahbarlari o'zlarining Xitoy Kompartiyasi va hukumatining rahbarligini qabul qilganligini jakarladi. Sharq Turkiston Cumhuriyetining oxirlashishi va Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonni egallashida Stalin hukumati hal qilg'uchi rol o'ynadi. Sharq Turkiston hukumatining va milliy ozodlik inqilobining mag'lub bo'lishida tashqi omil, ya'ni Sovet ittifoqi va ayni vaqtdagi xalqaro strategik munosabatlar eng asosli omildir. Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumati 1945-yili 22 oktyabr kuni 113 sonli hukumat a'zolari yig'ini qarori bo'yicha har yili 12 noyabrni davlat va inqilob bayrami qilib bekitib, Uyg'ur xalqi yaqinqi zamon tarixida o'z jumhuriyatining bayrog'i ostida mustaqil o'z-o'zini idora qilib, 12 noyabr bayramini 5 yil xotirlashga muvofiq bo'la oldi. 1949-yili
10 ayının o'ttirlariga kelganda 5 yil osqan ay yulduzliq yeşil davlat bayrog'i ilib tashlandi hamda 12 ayning oxirlarida qahramon milliy armiya Xitoy ozodlik armiyasining 5 korpusi qilib o'zgartirilib, uzun o'tmay butunlay amaldan qoldirildi. 1933 yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetiga bu yil 86 yil. 1944 yili G'uljida qurilgan birinchi qitimliq Cumhuriyetning varisi bo'lgan ikkinchi qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetiga 75 yil bo'ldi. Yıllar o'tdi, avlodlar almashdi va yangilandi. Nurg'un botirlar o'z arzu-armonlarini keyingilarga miros qoldirib, dunyo bilan ko'zlari ochiq holda xo'shlashdi. 20 asrning birinchi yerimi Uyg'urlar uchun to'limi jangovar, to'limi mardona, to'limi shodxo'ramliq, yana o'z navbatida intayin fojialik musofalar bilan to'lgan unutilmas tarixiy bosqich bo'ldi. Uning g'albalari Uyg'urlarni kelajak umidlantirsa, uning mag'lubiyatlari Uyg'urlarni ichindirdi. Yillarning o'tishi bilan Uyg'urlarning bu tarixiy aslamalarining ko'nirishiga qaramay, texmi ko'p yangi avlod kishilarning 12 noyabr xotiralarini eslayotganligini, seg'inayotganligini, ajdodlari bosgan bu musofirlarga bo'lgan hurmat va havas qilish tuyg'ularining yangilanayotganligi, shuningdek texmi kuchayayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Nilqa, Harambog', Shixo, Jing, Aqsu jang maydonlarida maydonga kelgan qahramonlik hikoyalari unutilib ketilmasdan, aksicha bu hikoyalarning texmi ko'p yangi odamlarga kuchlik milliy ruh va kuch-quvvat ato qilayotganligi ro'shan. Undaqda 20-asrdagi milliy ozodlik inqiloblarining g'albisi va ikki jumhuriyatning g'albisidan bugungi Uyg'urlarga nima qoldi? Ro'shanki, buning keskin javoblari ozodlik, mustaqillik, hurlik, millat va inson qimmati bilan yashash ishonchi va umididan iboratdir. Undaqda Sharq Turkiston Cumhuriyetining mavjud bo'lib turolmasligidan qolgan savoq nimalar? Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining yo'qolishidagi sabablar, ya'ni ichki nizolar, birlik bo'lmaslik va ittifoqsizlik, nodonlikning Uyg'ur xalqi uchun eng xatarli dushman ekanligi. Bu dushmanning buningdan keyingi Uyg'urlar hayotida yo'q qilinmay turib, hech qachon g'alaba qilolmaydiganligini ko'rsatdi. Ikkinchi Cumhuriyetning oxirlashidagi hal qilg'uchi omil xalqaro munosabat bilan uning saviqi. Shuki Uyg'urlar xalqaro munosabatlar, raqobatlar va ittifoqlashlar ichida qandoq mavjud bo'lib turishi va foydalanishga zo'r darajada ahamiyat berish kerak. Qisqasi, yarim asrdan ortiq vaqt o'tgandan keyingi bu kunlarda mazkur Sharq Turkiston Cumhuriyeti atalg'usi Uyg'urlarning siyosiy, iqtisodiy, madaniyat va milliy kimliklarining ta'birlarini berishda kam bo'lsa bo'lmaydigan atalg'uga aylandi.